Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy Chorva kanali obunachilari, bizni kuzatib borayotgan aziz hamyurtlar. Mana fermadan zotga toza semental olaman, adashmaydigan joydan deydigan ishqibozlariga xudo xolasa bugun Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasida joylashgan Ozit akani fermasidan shunaqa 100 talik semental buzoqchalar bor. Sigir qilaman deganlarga ham bor, urg'ochisidan buqachalari ham bor. Bugun hafta kuniga shanba 7-mart bo'ldi. Xudo xolasa sizlarga bugun to'liq shularni yoritib beramiz. Kim qiziqsa, qidirayotgan bo'lsa, shunaqa fermadan olaman degan bo'lsa, shu yerda ish bitadi. Mana endi bularni turuvini ko'ring, holatini ko'ring. Xudo xolasa bularni kattalari qimmat, puli yengil, kichkinasidan olaman deganlarga xudo xolasa mana sementalda qancha fishka bo'lsa hammasi bor. Kichiklari ham bor, kattalari ham bor. Buni ishqibozi kelsa tomosha qiladi. Buni tomosha qiladi ishqibozi. Yeb ichishi, sog'ligi, ota-onasigacha ko'rib olaverasizlar bu yerda. Chunki fermada mollar ko'p. Shoxlari kuydirilibdimi? Adashmasam shoxlari ham kuydirilibdi bu qo'chalar. Mana kattalarini qidirganlarga kattalari ham bor. Endi bu yerda ikkita buqachamiz bor ekan. Ya 3ta. 3ta buqachamiz bor. Qolganlari urg'ochi. Manzilda aytdik, nomerlarni qoldiramiz. Qiziqqanlar, qidirganlar kelib nomer orqali aloqaga chiqsa, ostidagi lokatsiya tashab beradi. Shu lokatsiya orqali topib kelib olishinglar mumkin. Chunki siz bozordan bilmaysiz qanaqa zotligini. Siz uydan ham bilishingiz qiyin qanaqa zotligini. Lekin fermaniki ishonchli. Fermaniki 100 talik. Bular hozir juda kichkina turibdi, mana shu 3-4 tasi, lekin juda tez o'zgaradi. Xudo xolasa mana shular ham yo 1 oylik bo'lgan, yo 1 oylik atrofidagi turgan holati. Endi buni olgan odam shu ikkalasi buqacha, kattalar, yiriklari, bular kepay yalab turgan holati, sut bersa ham bo'laveradi. Lekin sut bermasa ham bo'laveradi. Lekin sut bersa yaxshiroq o'zgaradi shu kattalariga. Lekin mana kichiklariga обязательно sut bilan boqiladi. Hech bo'lmasa 1 oy, 1,5 oy yoki uyda sigir bo'lsa, tagiga tashab qo'yishi ham mumkin. U holatda ham erkin shu masalan bir jup olib tashab qo'ysa, shu sigirni tagida yurib, sut ichib zo'r o'zgaradi. Mana pochkalar. Ko'ryapsizlar orqalarini. Bu zot. Bozordagi mollar nimaga bunaqa bo'lmaydi, boshqa mollar nimaga bunaqa bo'lmaydi desanglar, bo'lmaydi. Chunki bu zot gapiradi. Holatini ko'ryapsizlar. Ular xudo xolasa katta bo'lsa 50 million, 45 millionlik buqachalar bo'ladi. Katta buqalar bo'ladi. Shunaqa qo'yib yorib, shunaqa qo'ra qilib boqsanglar ham bo'laveradi bularni. Endi bu yerda hammasi standart emas. Ikkita buqacha, mana kichkina ham buqacha ekan. Ya'ni 3ta buqacha. Ya'ni bu kichkina va mana shu ikkala katta. Bu bilan
Mana bu buqoch ekan. Qolganlari urg'och. Agar bitta joyga olaman desanglar, shu 7 ta semental buzoqchalar 21.500.000 dan narx aytilyapti. Puliga arziydi, lekin xudo xolasa bular shu 1 oy 2 oy ushaladi, o'zi rezultatni ko'rasiz, bulardagi o'zgarishni ko'rasiz. Biz o'zimizning moldan yegani bir xil bo'lsa ham o'zgarish tez bo'ladi. Mesniy mollardan aytganimizda zot baribir zot. Xullas 7 tasi bitta joyga 21.500.000 dan narx aytilyapti. Yo'q, kelib tanlab olaman desa, kichiklarimiz 19 milliondan ham bor, to 25 milliongacha. Shunaqa kattarog'ini oladigan bo'lsa, 25 milliondan xayri bor. Lekin qoraka bitta qo'ra qilib, bitta baylasiz bo'ladi, 7 ta. Xudo xolasa o'ta zo'r bo'ladi. O'ta zo'r o'zgarish bo'ladi. Buni havas qilgan odam og'zimaga kelib, olmasa ham bular prosta tomosha qilsa, o'zi uni beradigan zavqi boshqacha-da. Uyingizda bo'lsa, chiroyli qo'ra qilib, taqa somonlar tashab qo'ysangiz, buzoqchalar tashab qo'ysangiz, haligi ishdan charchab kelib, bularni borib yeyishini, o'zgarishini ko'rib ham bir madaniy hordiq oladi. Qiziqqan odam shunaqa bo'ladi. Ishqibozi shunaqa bo'ladi. 19 milliondan 25 milliongacha tanlab olishiga qarab, 7 talasi bitta joyga 21.500.000 dan aytilayotgan narxlarda xayri bor. Bu pulga qimmat desanglar, to'g'ri qimmat. Chunki bu arzon mol emas. Chunki bu yerda zot bor. Sigirlarni bozorda 20 millionga olsangiz, buni sigirlarini 45 million, 50 millionga olasiz-da. Katta bo'lganda ham 2 baravar farqi bor. Ikkita boqmang, bitta semental boqing, ikkita hashaki boqmang, bitta zot boqing. 10 ta boqmang, 5 ta boqing. O'sha 10 tani xayrini ko'rasiz inshaalloh. Yoshlari mana kichkinalar 10 kunlik atrofida yoki 15 kunlik atrofida bo'lishi mumkin. Bular 1-1.5 oy. Yoshlari shunaqa. Sizlarga tavsiya qilyapmiz. Fermadan ishonchli, zotli buzoqlarni agar puli ma'qul kelsa, oling, shundan baraka qiling, ilohim. Xayri bo'lsin. Xayrli bo'lsin shu boshlamoqchi bo'lgan chorvalar. Salomat bo'linglar.